Diqqat, savolni o'qib eshitiraman. Uran yadrosi parchalanganida ushbu yadro reaksiyasi bo'yicha 23,8 gramm uran parchalansa, necha mol elektron hosil bo'ladi deyilgan. Hop, demak, birinchi qiladigan ishimiz X elementi massasi va uning tartib raqamini aniqlashdan bo'ladi. Bizga 3 ta neytron, ya'ni 3 mol neytron hosil bo'lyapti, deyapti. Neytronda massasi 1, tartib raqami 0, demak 238 gramm massadan 3 gramm neytronni massasini ayirsak 235 gramm, ya'ni A X elementining massasi kelib chiqadi. Bu massa saqlanish qonuniga ko'ra. Hop, endi element X elementi tartib raqamini aniqlaymiz. Qanday qilib aniqlaymiz desak, bizga A va B ning yig'indisi 329 gramm berilgan. Bizda necha chiqdi? 235 gramm chiqdi. Demak, 329 dan 235 ta ayirib tashlaydigan bo'lsak, 94. Demak, X elementining tartib raqami 94 ekanligi kelib chiqadi. Hop, X element 94 bo'lsa, endi elektron nechta? Endi 94 ta X reaksiyaning bu tomonida 94 ta elektron bo'lsa, reaksiyadan oldin esa 92 ta elektron. Shu 94 dan 92 ni ayirib tashlasak, 2 mol elektron ajralganligi kelib chiqadi. Demak, elektronning moli 2 mol. Endi bizdan so'rayapti, 23,8 gramm uran parchalansa necha mol elektron hosil bo'ladi, deyapti. 238 gramm uran parchalanganda 2 mol elektron hosil bo'lsa, 23,8 grammidan necha mol hosil bo'ladi? Demak, to'g'ri javob A, 0,2 mol.